9 sonda palonda pişirish jarayoni davom etib turibdi. Hozir hamma qiziqtirgan savollarga javob olamiz. Ya'ni bilasizlar, Xorazm paloni biz ag'daribimiz. Ko'rib qarang, bu palonni biz ham chap ag'daramiz. Chap ag'darasizlarmi? Hozir bu guruchini polini soldik. Endi bu hamma yeri bir xil qaynagandan keyin lama qo'yamiz. Lama qo'yganimizdan keyin 1,5 soatdan keyin guruchimizni bir chetdan ustini tiyinib, keyin ustidan chiqarib chiqamiz. Shundan keyin palovimiz ag'darib bo'lganimizdan keyin yarim soatdan keyin tayyor bo'ladi. Bu uchun bizga 2 soat vaqt kerak. Palovimiz tayyor bo'lishi uchun. Xudo xohlasa 2 soatdan keyin xalqimizga tanovul qilsa taqdim. Shunda demak, hozir Xudo xohlasa boshqa chalmasdan buni bir ag'darasizlar. Keyin Xudo xohlasa bilan ikkisi tayyor bo'ladi, solinadi. Dama qo'yamiz va yarim soatdan keyin barib tashlayveramiz. Bo'ldi. Xudo xohlasa yana jarayonlar davom etib turibdi. Xudo xohlasa damina qo'yamiz polvolarimiz. Xalqimizga aytib qo'yamiz, yetib qolmanglar. Palovimizni tarqatincha ham 6 soatda solib qo'yamiz. 9 sonda palov. Bo'ldi. Xudo xohlasa hamma narsa qiyoda kutamiz, bemalol kelaverasizlar. Jarayonlar davom etib turibdi.